palon pulga sotib olasizlar, yana ancha vaqt uni zakaz qilgandan keyin kutasizlar. Bizada esa ancha arzon narxda va tayyor turibdi, ko'rsalar bo'ladi. Haqiqiy minimalizm bilan yondashilgan Xitoyda chista fabrichniy gorka komodimiz sotuvga keldi. Razmerlari gorkani 2.10 ga, balandligi 2.30 bo'ladi. Deyarli yangi holatda ishlatilmagan desa ham bo'ladi. Hech qanaqa aybi yo'q. Komodi ham juda go'zal, razmerlari 2.10 ga, balandligi 2.10. Alohida e'tibor berasizlar. Bir joyiga gard aybi yo'q. Ideal holatda turibdi. Hattoki eshiklariga ruchka ham ishlatilmagan. Shunchalik minimalizm ishlatilganki, mana ruchkalari yo'q, faqat tortmalarida ruchkasi bor. Tortmasi ham alohida ochiladigan. Ichlariga ham alohida e'tibor berasizlar. Kamida 1,5-2 ming dollarga zakaz qilasizlar va uni ancha kutasizlar, lekin bizada atigi $500 ikkalasini berib olamiz. Ulgurib qolinglar.